Payg'ambarimiz bizga bir duoni o'rgatganlar. Agar uni aytsangiz, Alloh barcha gunohlaringizni katta va kichik kechiradi. Barcha qilganlaringizni Alloh kechiradi. Alloh kechiradi, hammasini o'chirib tashlaydi va Alloh bilan yangi bobni boshlaysiz. Bu qanday duo edi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, kimki bu duoni 3 marta aytsa, من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. barcha gunohlarni kechirib yuboradi. Hattoki u jang maydonini tashlab qochib ketgan bo'lsa ham. Nima uchun? Jang maydonini misol qilyaptilar. Chunki uni tashlab ketish juda katta gunoh va ular yakunida shunday deyaptilar. Eng yomon gunohni qilgan bo'lsa ham Alloh kechiradi. Bu duoni eslab qoling, hayotingizni kunlik qismdek qilib oling va siz hayotingizda baraka hamda yaxshiliklarni ko'rasiz.